Assalomu alaykum. Apparatimiz orqali gaz farsunkalarni nastroy qilishni o'rganamiz. Apparatimizni o'ng tarafdagi knopkasini bosamiz. Tekshirish boshlanadi. Mana 3-farsunkamiz bilan 4-farsunkamizni nastroy qilish kerak ekan. Ключimizni olamiz. Soatni streykasi bo'yicha teskari buramiz. Chapga buramiz. Bo'ldi. Apparatimizni ko'ramiz. Yana bosamiz knopkamizni. Mana 98% bo'ldi. Yana aslicha buramiz. Bo'ldi. Yana bosamiz knopkamizni. Yine azıcık uğraş gereken. Aparatımızı yine bosamız. %100 bo'ldi. Endi 4-farsunkamizni ham buringizda. Yana tekshiramiz. bo'ldi. Tekshiramiz. Hop. Bo'ldi. Endi tekshiramiz. 99%. 1% plus minus bo'ladi. Bular ana apparatimiz tekshirishda. Bo'ldi. 100% bo'ldi. Bu apparatimiz 1% ga plus minus nastroykalari. Agar kimgadir shunaqa apparatimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.